Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachi va tomoshabinlar. Mana qariyb 1 yil bo'libdiki, oldingi videolardan hozirgi videolarimiz o'rtasidagi muddatga. Bugun biz sizga mana bu qozonda chiroyli qilib 8-10, borani 12 kishilik qozon kabob tayyorlash jarayonini ko'rsatib boramiz. Marhamat tomosha qiling. Armonda qolmaysiz tomoshani, oxirigacha olib borsiz. Bismillahirrahmanirrahim. Do'stlarimizga, jamoatimizga yoqadigan taomlardan biri bo'lsin. Allohu akbar deb boshladik. Birinchi bu dumbadan boshlaymiz. Ya'ni dumbani yeb olamiz. Operatorlarimiz, demak, Ro'zmat Mirkomil, Almonat Sardar. Mana jizzalarimizni asta-sekinlik erib, o'z yog'ini chiqaryapti. Mana. Жаримище? Jarayon olmadingiz. Endi go'sht solib jarayonni olmoqchi edim. Yoqda sizlarga dumbani suzib berib, faqat dumbani sizlar nomlar yeb turgunicha yog'i qizib ketibdi. Shu sabab keyin ayrim bir joylardan shuni ham olib, mana mehmon do'stlarimiz keldi. Nataliya. Sen YouTube. Nechi kilo edi go'shingiz? Go'shtim 9 kilo. Подвески. Mana holatga kelguncha, mana bu holatga kelguncha narigi go'shtlarni ham qovurib turamiz. Завтра YouTube батыр. Никто так не готовит, только батыр так готовит. Когда батыр готовит, я люблю. Больше готовит. Да, вот так. Спасибо. Нет, серьезно я Bu говорю. opaxonimiz salkam 25 yildan beri birga ishlaymiz. Dinozavr davridan beri. Такая. Sog' bo'lasizlar. Mana azizlar, go'shtlarimizni qovurib oldik, atdelni. Mana hattasi qovurdoqqa qilinadiganlik qop-qora chiroyli qovurilgan. Mana go'shtlarni atdelni oldik. Operatorimizga iltimosi endi kadrni qozonga bir qaratsangiz. Mana do'stlar, keyingi etapimiz, ya'ni kartoshkani qizartirish jarayoni. Mana kartoshkalarimiz ham qizarib, ancha maromiga kelyapti. Mana yoshligimizda kulli tagiga ko'mib yirdik shunday kartoshkani ustini artib. Buni ham shunday borsiz ichidan smagi chiqib keladigan darajada bo'lyapti. Mana xullas bu yo'li zo'r. Ushbu taomlarni tayyorlashda menga katta ilm bergan otam Zokir Bahodir akaga, ustozlarimiz Polkovnik Po'latov Fazliddin Odilovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Ovqatimizni hozir ochish jarayoni o'zimizdan chiroyli qilib nima deydi, eski yoshlikda qilinadigan, haligi xohlagan usulda qilinadigan ovqat bo'ldi, lekin yorvorilgan ovqat bo'lgani aniq. Marhamat, operator kamerani yaqinroq olib keling. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Shu yerda pauza bosing. Ana ko'rinmasin sadaqa. Startni bostirmadim demak, bo'lmaydi sadaqa. Taomlar qayerda o'rgangansiz? Bu taomlarni men oxirgi paytda Yujniy Afrikaga borganimda do'stim Sizga sochiq qo'ymaydimi? yo'q, biz yaraymiz.